juda ko'pchilik biladi, anemiyada holsizlik, yurak tez urib ketishi, soch to'kilishi, teri qurishi, bosh aylanishi, ko'z oldi qorong'ulashi kabi belgilar bo'ladi. Va bu ko'pincha anemiya belgisi hisoblanadi. Lekin men bu videoda sizlar bilan juda ko'pchilik bilmaydigan va bu belgilar bo'lganda har doim ham anemiya deb o'ylamaydigan 3 ta belgi haqida gaplashamiz. O'ylaymanki, bu sizlarga juda ham qiziq bo'ladi. Demak, birinchi belgi. Bu ayniqsa bu holat bolalarda ko'p uchraydi. Bolalarda yana qaysi paytda 6 oylikdan keyin taxminan 6 oylikdan keyin boshlanadigan holat bu bolalarning kechasi yaxshi uxlamasligi, ko'p uyg'onishi, ovqat so'rashi, notinch uxlash holati, tushunarsiz holatda bizlar o'zbekchilikda bitta maqol bor, kechasi va kunduzini almashtirib qo'yibdi degan holat, lekin buni tagida, mana shu holatlarning tagida anemiya, ya'ni tug'ilgan bolada anemiya belgilari bo'lishi mumkin. Umuman bola har qanaqa yoshda bo'lishidan qat'iy nazar tinch uxlashi kerak. Ya'ni chuqur uyquda bo'lishi kerak. Agar sizning farzandingiz yaxshi uxlamayotgan bo'lsa, o'sha aytganimdek necha yoshda bo'lishidan qat'iy nazar kechasi bilan g'imirlab chiqsa yoki agar 1 yoshgacha bo'lgan bola ko'p emishga tursa, yig'lasa, ko'p onasini emsa va uxlolmayotgan bo'lsa, balkim bu farzandda anemiyani chuqurroq tekshirish kerakmikan degan savolni berishimiz kerak o'zimizga. Chunki nima uchun bu holat bo'ladi? Sababi ona butun homiladorlik davrida anemiyadan qiynaladi, anemik holatda bo'ladi. Gemoglobini 120 bo'lsa ham, aytaylik 110 bo'lsa ham ferritinini tekshirmagan bo'ladi, e'tibor bermagan bo'ladi yoki hattoki bo'ladiki 100 gemoglobin bilan bu norma deb yuradi va uni utropida o'sayotgan bola tug'ilishi bilan, ya'ni ayniqsa shu anemichniy onalardan tug'ilgan bolada shu holat bo'ladi, уже anemik holatlarda tug'iladi. Ya'ni уже tug'ilmasdan oldin anemiyaga uchrab tug'iladi. Shuning uchun bu narsaga e'tibor qaratishimiz kerak. Ikkinchi belgi, bu ko'pincha ayollarda bo'ladigan holat. Biza ko'pincha faqat holsizlik emas, qanaqadir tushkunlik holatida yuramiz. Ya'ni ayollardagi depressiya ham tushkunlik holatda bo'lish, narsani yoqmasligi, vроде бы hayot yaxshi, vроде бы eri yaxshi, vроде бы pul bor, vроде бы hayotimiz yomon emas, lekin baribir o'zi tushunmagan holatda tushkunlikka bo'lishi, qanaqadir asabiylik holat, xuddi hayotda hech kim sizni tushunmayotgan holatda bo'lish ham bu yashirin anemiya borligidan dalolat berishi mumkin ekan. Ya'ni shunaqa tekshiruvlar o'tkazilgan ekanki, antidepressant ichadigan ayollarni 80% yashirin anemiya borligi aniqlangan ekan. Biz antidepressant berishdan oldin balkim bu ayolda ko'p tuqqani natijasida, ko'p hayz yo'qotgani natijasida balkim yashirin anemiya ketyaptimi degan savolni berishga o'rganishimiz kerak va albatta bu holatlarda chuqurroq tekshiruvlarni amalga oshirishimiz kerak. Va uchinchi belgi bu xohlagan yoshda uchrashi mumkin, ayniqsa qarilarda uchraydi. Bu sindrom bespokойных ног, ya'ni sindrom bespokойных ног degan shunaqa tushuncha bor, ya'ni oyoqlarni tipir qilishi, yonishi, kuyishi, va вообще kechga tomon bu kuchayadi. Mana shu sindromni bo'lishi bolalarda oyog'im og'riyapti, juda yomon bo'lyapti, shunaqa aytiladi. Mana shu holat ham, hatto bu nevrologik holat bilan bog'lashsa ham, lekin birinchi navbatda anemiya bor yo'qligiga tekshirishimiz kerakligidan dalolat beradi. Ayniqsa yashirin anemiya bor yo'qligida. Shu aytgan yuqoridagi sindromlarim bor. Nima qilish kerak desak, albatta chuqurroq tekshiruvlarni amalga oshirish kerak. Bu nima? Umumiy qon tahlili, bu ferritin tahlili albatta bo'lishi kerak minimumda. Idealda yana B12, B9 tahlilini ham qo'shishimiz kerak. Ya'ni ferritinni 50 dan past bo'lishi, sindrom bespokойных ногda
70 dan past bo'lishi, demak, muammo aynan shunda ekanligini tasdiqlaydi va biz buni nimadan kelib chiqqanini bilishimiz va sabablarini bilgan holatda davolashimiz kerak. Как раз mana anemiya kursining ishtirokchilari bu haqda to'liq ma'lumotga ega bo'lishyapti. Hozircha bu kurs yopiq, lekin bu kurs to'g'risida ma'lumotlarni men ilovada berib qo'yaman. Ssilka orqali o'tib ma'lumotga ega bo'lishingiz mumkin va nima bo'lgan taqdirda ham siz agar shu sindromlar bo'lsa, o'zingizdagi anemiya belgilarini topish uchun yuqorida aytgan analizlarimni topshirishni maslahat bergan bo'lardim. Xo'sh, kommentariyalarda esa sizlarni kutib qolaman. Sizlarda mana shu aytgan 3ta belgidan sizlarda yoki siz farzandlaringizda qaysi biri bor va siz qaysi dorilar yoki qaysi preparatlar orqali bu belgilarni bartaraf qilishga harakat qilasiz va o'zi umuman mana shu belgilar anemiya bilan bog'liqligini avvaldan bilarmidingiz, bilmasmidingiz? O'z fikr mulohazalaringizni yozib qoldiring. Ularni o'qish men uchun juda ham qiziq va sizlardan kelgan savollarga qarab biz kelasi foydali videolarni olishga harakat qilamiz. Salomat bo'ling.